Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi sizlarga havola qiladigan mavzuyimiz bu yurak tugma nuqsoni hisoblangan bo'lmachalararo devor defekti. Bo'lmachalararo devor defekti yurak tugma nuqsoni hisoblanib, bo'lmachalar orasidagi to'siqni defekti bilan izohlanadi. Barcha yurak tugma nuqsonlarining ichida 7-10% ni tashkil qiladi. Odatda har bir chaqaloq kichik teshik bilan tug'iladi. Bu teshik odatda tug'ilgandan keyin bir necha daqiqa, soat yoki hafta o'tgach yopilishi kerak. Ammo ba'zida chaqaloqlar yopilmaydigan kattaroq teshik bilan tug'iladi. Shundagina bo'lmachalararo devor defekti paydo bo'ladi. Hozirgi zamondagi kardioxirurgiyamiz bo'lmachalararo devor defektini bartaraf qilish amaliyotidan boshlangan. Bunda quruq yurakdagi 1952-yil va ishlab turgan yurakda 1953-yili jarrohlik amaliyotlari bajarilgan. O'zbekistonda yurak operatsiyalari birinchi bo'lib akademik Vohidov tomonidan 1960-yil amalga oshirilgan. Yana bir tarixiy ma'lumot. Bo'lmachalararo devor defekti anatomiyasi haqida birinchi marta 1826-yil Luis, 1834-yil Ek hamda Rokitsanskiy 1875-yil bayon qilingan. Embriologik kelib chiqishi bo'yicha bo'lmachalararo devor defektini 3 ga bo'lishi mumkin. Birlamchi, ikkilamchi hamda yagona bo'lmacha. Birlamchi bo'lmachalararo devor defekti odatda ochiq atrioventrikular kanal bilan birga bo'ladi. Bunda bo'lmachalar orasidagi to'siqning rivojlanmaganidan hosil bo'lishi mumkin. Keyingisi ikkilamchi. Bunda bo'lmachalararo devorning pastki qismi bo'ladi. Keyingisi uchinchisi yagona bo'lmacha. Ko'proq umumiy atrioventrikular kanalning bir turi hisoblanadi. Bo'lmachalararo devorning butunlay yo'qligi bo'lmachalararo devor defektining pastki qismining yo'qligi bilan izohlanadi. Bo'lmachalararo devor defektini klassifikatsiyasini ushbu slaydimizdagi rasmlardan yaqqol tushunib olish mumkin. O'rtada joylashgan, ya'ni markaziy bu 60-65% ni tashkil qiladi. Keyingisi pastki, o'sha bo'lmachalar devorining pastki qismida joylashgan bo'ladi. Yuqorgi qismi bu 7,1% ni tashkil qiladi. Keyingisi orqangi, eng kam uchraydigan turi 2,5% gacha. Oldingi hamda ko'plab bir nechta bo'lishi mumkin. Bo'lmachalararo devor defekti mana ko'rinib turibdi, bir necha defekt bo'lishi mumkin. Gemodinamikasi qanday o'zgaradi? Bo'lmachalararo devor defekti qonni chap bo'lmachadan o'ng bo'lmachaga o'tishi bilan izohlanadi. Nima uchun? Chunki chap bo'lmachadagi bosim o'ng bo'lmachadagi bosimdan 3-5 mm farq qilishi mumkin. Keyinchalik kichik qon aylanish doirasida gipervolemiyaga olib keladi hamda yurakning o'ng qismlarining yuklanishiga. Patologik qon o'tishi miqdori bo'lmachalar orasidagi va umumiy qon aylanishdagi tafovutga bog'liq bo'ladi. Katta hajmli patologik shunt kuzatilsa, o'ng qorincha yuklanishi va o'pka gipertenziyasini vujudga olib kelishi mumkin. Ko'p miqdorda patologik qon shunti bo'lgani bilan kichik qon aylanish doirasida rezerv xususiyatining chidamlik tufayli o'ng qorinchadagi bosim osmasligi yoki og'ir asoratlarga olib kelmasligi mumkin. O'pka gipertenziyasi qanday hosil bo'ladi? Bunda kichik qon aylanish doirasida gipervolemiya tufayli o'pka tomirlarining reflektor spazmiga olib keladi. Nuqsonni tabiiy kechishi 2-3-10 yildan yuqori bo'lsa, keyin o'pka gipertenziyasiga olib keladi. O'pka tomirlarida obstruksiya belgilarining kuchayishi ham o'pka gipertenziyasiga olib kelishi mumkin. Hozirgi aytib o'tganimizdek, uzoq muddatda kichik qon aylanish doirasida 30-40 mm sinom ustundan yuqori bo'lsa ham o'pka gipertenziyasiga olib keladi. Keyin o'pkadagi shamollashlar hamda o'pka tomirlarining tromboemboliyasi ham o'pka gipertenziyasiga olib keladi. Bo'lmachalararo devor defektining klinik ko'rinishi quyidagicha bo'lishi mumkin. 2-3 yoshgacha o'zi odatda simptomsiz bo'ladi. Klinik ko'rinishsiz. 3 yoshdan keyin sekin-asta jismoniy harakatda bemorlar tez charchab, hansirab qolishi mumkin, yurak o'ynashi mumkin, tez shamollab qolish alomatlari bo'ladi. Bronxit va pnevmoniyaga o'xshagan
hastaliklar. 20 yoshdan keyin esa yurak hovliqishiga, o'ynashiga hamda aritmiyasiga olib kelishi mumkin. Agarda o'pka gipotenziyasi sekin-asta rivojlansa, bu yurak yetishmovchiligiga ham olib kelishi mumkin. Ba'zi holatlarda bolalar jismoniy rivojlanishdan orqada qoladi. Terining rangi oqarishi mumkin, yurak turtkisini kuchayishini kuzatishimiz mumkin. Auskultativ kartinasi qanaqa bo'ladi? Auskultatsiya qilganimizda to'st suyagini chap tomonda 2-3 qovurg'alar orasida o'rta intensivniy sistalik shovqini eshitilishi mumkin. O'pka arteriyasining ustida ikkinchi ton bo'linadi. 4-qovurg'alar orasida esa birinchi ton kuchayishi mumkin. Bu 3 tabaqali qopqoq kuchayishini alomatini berishi mumkin. Yurak uchida hanjarsimon o'simta yonida mezodiastalik shovqin bu 3 tabaqali qopqoqni nisbiy stenozi tufayli yuzaga keladi. Agar yuqori o'pka gipotenziyasi rivojlanganda sistalik shovqin yo'qoladi. Ikkinchi ton bo'linishi o'pka arteriyasining ustida yo'qoladi hamda ikkinchi ton o'ta kuchayib ketadi. Qaysi hastaligi bilan differensialniy diagnostika qilishi mumkin? Bu o'sha klinikasi bo'lmachalararo devor defekti klinikasiga o'xshagan hastaliklar. Bular quyidagilar: o'pka arteriyasining stenozi, pallotriadasi, ochiq arterial protok, qorinchalararo devor defekti bilan Epstein hastaligi, o'pka venalarining amal qo'yilishi hamda funksional shovqin bilan differensial diagnostika qilishi mumkin. Bo'lmachalararo devor defektini aniqlash uchun quyidagi tekshirish usullaridan foydalanadi. Birinchisi elektrokardiografiya, ko'krak qafasining rengrografiyasi, elektrokardiografiya qizil o'ngachli elektrodi bilan yoki rangli dopplerlik ekokardiografiya bilan. Agar yuqori o'pka gipotenziyasi rivojlansa, yurakni zondlab tekshirish ham o'tkazish zarur. Hozirgi zamonaviy tekshirish usullaridan multislicening kompyuterli tomografiya kirib keldi. Bu usulimiz ham juda katta operatsiya uchun ma'lumotlarni beryapti. Quyidagi slaydimizda EKGda ko'rinib turishi mumkin. Yurakning o'ng tomonlarining gipertrofiyasi, rentgen ko'rinishida esa o'ng bo'lmachani kengayganligi, o'pka arteriyasining yongi kengayganligi hamda o'pka ildizlari kuchayganligi bu kichik qonalanish doirasida gipervolemiya belgilarini anglatadi. Agar yuqori o'pka gipotenziyasi rivojlansa, yurakning o'ng tomonlarida ko'rinishimizda yuklanishni ham ko'rishimiz mumkin. Rentgen ko'rinishida o'pka ildizlari kuchaygan hamda o'pka ildiz shoxlarini kesilgan simptomlarni ham ko'rish mumkin. Yurakning chap tomonidagi taliyasi silg'lashgan hamda o'pka arteriyasi o'ta bo'rtib chiqqan. Yurakning angiokardiografia tekshirish usuli ko'rsatilgan. Bunda yurak zondi orqali biz yurakning ichiga tushib, o'ng bo'lmacha orqali chap bo'lmachaga o'tib, chap bo'lmachadan qon bosimini o'lchab, kislorod miqdorini aniqlashimiz mumkin. Kateter orqali kirganimizda kontrast jo'natib, bo'lmachalararo devor defektida qancha miqdorda o'ng bo'lmachaga qon o'tayotganini aniqlashimiz mumkin. Bartaraf qilinmagan bo'lmachalararo devor defektida qanday asoratlar kuzatilishi mumkin? Bu qorincha usti taxiartmiyasi, 3 tabaqali qopqoq yetishmovchiligi, o'ng qorincha yetishmovchiligi, bosh miya qon tomirlarining tromboemboliyasi kuzatilishi mumkin hamda yuqori o'pka gipotenziyasi kelib chiqishi mumkin. Tashxis qilish uchun qanday ko'rsatmalar bo'lishi mumkin? Bu o'ng bo'lmachani kengayganligi, bo'lmachalararo devor defekti 5 mm dan kattaligi, defektning o'z-o'zidan berkilib ketish belgilari kuzatilmasa, yoshi kattalarda qayta insult bo'lish ehtimolini oldini olish uchun o'pka gipotenziya belgilari bo'lganda. Bo'lmachalararo to'siq nuqsonini yopish kardiojarroh yoki intervension kardiolog tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Bo'lmachalararo to'siq nuqsonini yopishning 2 usuli mavjud. Bu ochiq yurak jarrohligi hamda yopiq usul bu endovaskulyar usulda. Ushbu slayddagi rasmlarimiz bo'lmachalararo devor defektiga amputatsiya, ya'ni okklyuder qo'yish tasvirlangan. Birinchi zond orqali biz bo'lmachalararo defektning kengligini bilib, shu kenglik darajasida amputatsiya, ya'ni okklyuder tanlanadi. Keyin okklyuder qo'yib bo'lgandan keyin PC'da oldin ham, keyin ham sifatini bilish uchun qanchalik turishini biz ekokardiografiyadan foydalanishimiz mumkin.
Bu yerda sxematik ravishda keltirilgan zond orqali bo'lmachalararo defyor defekti o'tilyapti. Chap bo'lmacha tarafdan platser qo'yiladi, keyingisida esa o'ng bo'lmacha tarafdan platser qo'yib bir-biriga yopishtiriladi. Bu germetik holatda yopilgan holati platserning o'zini ko'rinishi. Bu natija kontrast berib ko'rganimizda defektni qanchalik bekirganini ko'rishimiz mumkin. Ochiq yurak usulidagi operatsiyalar yurakni to'xtatgan holatda qilinadi. Bu yerda sun'iy qonlanish apparati sharoitida qilinayotgan operatsiyalar jarayoni butun tanaga sun'iy qonlanish apparatini ulaganimizdan keyin biz yurakni bemalol ichini ochib bo'lmachalar orqali keyin defektni bartaraf qilishimiz mumkin. Bunda defektni bartaraf qilish uchun bo'lmachalar devor defektining katta kichikligiga bog'liq. Agar defektimiz uzunasiga kichkina holatda joylashgan bo'lsa, bo'lmachalar devor defektining qirg'oqlarini bir-biriga tortib, uzluksiz kosib chok bilan 2 qavat qilib tikib germetik ravishda bekitishimiz mumkin. Keyinchalik o'ng bo'lmachadagi jarohatlar berkiladi. Agarda bo'lmachalararo devor defekti yumaloq katta holatda bo'lsa, bir-birini qirg'oqlarini bir-biriga tortib tikish imkoni bo'lmaydi. Shunda biz autoperikard yoki sun'iy yamoq bilan ushbu defektga yamoq qo'yib, atrofini uzluksiz gaz pichoq bilan tikib qo'yish mumkin. O'ng bo'lmachadagi jarohat esa tikiladi. Keyin sun'iy qonlanish apparatini o'chirib, operatsiyalarni sekin-asta yakunlash mumkin. Operatsiyadan keyin bemorlarning ahvoli juda yaxshilanadi, chunki katta qonlanish doirasidagi qon oqimi kichik qonlanishga o'tmasdan defekt bartaraf qilinadi. Kasallar bir haftaga qolmasdan uylariga javob beriladi, o'zini ishini, mehnat faoliyatini yoki oilasidagi barcha yurishlarni amalga oshirishi mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat. Bugungi muhokama qilgan mavzuimiz yurak tugma nuqsoni bo'lmachalararo devor defekti edi.